Messini ham vaqtida esda-yu, Ronaldinyolarga shu qo'shilib ketishdan Pep olib qo'ygandi. Bir marta ichib kelgan. Messi uchun ichib mana chalqab shu videosi bor, YouTube'da bor. G'alati holatda o'sha anaqalarga olib borish boshlagan, diskoteka bu joylarga. Chunki Ronaldinyo buzilgan payti edi. Bo'ldi. Davri o'tib, braziliyalikka aylangan payti edi, qabilasiga qaytgan payti edi. Messini agar Gvardiola bo'lmasa, nimaga Ronaldo bilan Messi bunaqa darajaga chiqdi? Dunyodagi eng zo'r murabbiylarning qo'liga tushdi deb ular. Bittasi qanaqa tarbiyalagan Ronaldoni agar parallel olib keladigan bo'lsak, Messini ham faqat o'zini talantiga emas, u 17 yosh bola, 18 yosh bola o'sha ishni qiladi, iloji yo'q. Buxoriyga 18 yoshida ruxsat berishmagan oilaviy masalalarda fatvo berishga. Dunyoning kitobini o'qib tashlagan olim bo'lgan, lekin daryodan xat kelgan. Imom Ahmaddan xat kelgan, o'g'lim siz juda zabardast, siz haqiqatan talant bo'lgan, haqiqatan u kunni ham